Assalomu alaykum. Hamma bop oshxonasi kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga judayam mazali tovuq go'shtidan tayyorlanadigan, og'izda eriydigan somsa tayyorlashni ko'rsatib beraman. Bu somsa judayam mazali bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bizga ekranda turgan masalliqlar kerak bo'ladi. Ishimizni 500 gram unni elab olishdan boshlaymiz. Smetanamizga 1 choy qoshig'i razretsli 1 choy qoshig'i tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Unimizga 100 gram margarinni qo'shib uni ham aralashtirib olamiz. Smetanalik aralashmamizni bir dona tuxumni qo'shib osh xamiri olamiz. Osh xamirimizni yumshoq qattiqligi xuddi shunday holatda bo'ladi. Razretsli o'rniga iste'mol sodasi qo'shishingiz ham mumkin. Endi xamirimizni silliqni to'ldirib bir chekkaga tindirgan qo'yib qo'yamiz. Bu oralig'ida biz qiymasini tayyorlab olamiz. 3 dona kartoshkani 4 burchak shaklida mayda qilib to'g'rab olamiz. Piyozimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Tovuq go'shtimizni ham 4 burchak mayda qilib to'g'rab olamiz. Masalliqlarimizni kattaroq idishga solib qo'yamiz. Maydalangan yashil cho'loq, zira, murch, qizil maydalangan bulg'or qalampiri, 3 osh qoshiqda o'simlik yog'i qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirilgan xamirimizni olamiz. Bir xilda bo'lib zolachalarni yasab olamiz. Ularni bir chekkaga terib chiqamiz bolalarimizni. Xamirimiz judayam mayin, yumshoq bo'ladi. Hammasini terib chiqib, ustiga salqin paketda yopib qo'yamiz. Qaytib qolmasin. Xamirlarni bir chekkadan olib yoyishni boshlaymiz. Bizga ham yog'ochlar kerak bo'ladi. Kichkina bo'lsa ham yaxshi edi. Menda kattaroq ekan. Piymamizni olamiz va o'rtasiga bamlik yog'ochimizni qo'shib, xuddi shunday qilib tugib chiqamiz. Barcha xamirlarimizni xuddi shunday qilib tugib chiqamiz. Mana endi tayyor somsalarni pergamentga solingan, qog'oz solingan listga qo'yamiz va sarimni surtib chiqamiz. Hamma somsalarga. Ustidan xohlasangiz qora sedana yoki oq kunjut sepishingiz mumkin. Bu endi xohishingizga qarab bo'ladi. Endi buni 180 graduslik qizib turgan gaz pechida 40 minut oralig'ida pishirib olamiz. Mana bizni judayam mazali tovuq go'shtidan tayyorlangan somsalar tayyor bo'ldi.
judayam mazali bo'ladi. Xamiri ham og'izda eriydigan bo'ladi. Sizlarga bu somsadan tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Sizlarga albatta bu retsept yoqib qoladi. Agar sizlarga bu retseptim ham yoqqan bo'lsa, kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat, sog'-salomat bo'linglar. Kommentariyalarda izoh qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat.